Vay, men nima deb buni maqtay? Hyundai Veloster 2016-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari absolyutno toza. Ekranga bitta like bosing, chunki da narxini yakson qilib tashladim. Nexia 300 bo'lm, Nexia 3 ta narxiga Hyundai Veloster kraskalari absolyutno toza, komfort bo'yicha bo'lsa sindiradi ancha-muncha mashina. Chunki da hozirgi kunda Samarqandda yagona. O'zbekistonda bor yo'g'i 4 ta bor ekan. Mana 4 tadan bittasini men obzor olayapman. Shaxsan Karistaus onlayn qarang, maxluq. Faralarini ham qarang, bronli plyonkalar qilingan, kapotlar bronli plyonka. Kraska yo'q, mashinani ko'zdan kechirib chiqdim. Idealniy sassa endi. Balondiska holatini oling, opornilarini qarang. Sportkar, maksimal tezligi 240. Voy, salon ichini o'ngda. Men o'zim mazza qildimda, Abduf, Abagri, Klinik kontrol, juda ko'p narsalar bor ekan. Panorama tomini aytmaysizmi? Buni qarang, qanaqangi katta panoramasi bu. Bu ko'rinishida 2 kishilikka o'xshaydi, lekin 4 kishilik, 5 kishilik. Men shoning narxini yakson qilib tashladim. Kim uchun? Aynan Karistani obunachilari uchun. Bu yoqdan keyin nimani eslatyapti sizga? Необычный mashinami? Turishini qarang. Bosib boring. Narxiga boki 100% demayman, 1000% arziydi. Ekranga like ham bosing. Chaq etib ochasiz va Sasayanini o'zi gapiryapti, buni qarang. Arqalarini tagini qarang, qanday turibdi. Mashina shunchalik akkuratni saqlangan, bosib o'tgan masofasi 90 ming. Bir kuruk bo'lmaganda endi bu tomonga keyin. Passajir tomonda eshik ikkita. Buni qarang. Maydagina eshikcha, lekin orqasi kengishgina, bemalol orqaga odam o'tkazdirsangiz bo'ladi, qisilib qolmaydi. Vay, bunisini qarang. Mashina haqiqatan ham menga yoqdi, sizga 100% yoqadi. Egalari yaqinda bitta arzonga tushib qoldi deb 16 ming dollarga olgan ekanlar. O'zlarida ham boshqa mashinalar bor ekan, buni prosta shaharga chiqib bosib yurish uchun, hammani o'zlariga qaratish uchun olgan ekanlar. Hozir qo'shnilari uy sotyapti ekan. O'sha uyni sotib olyapman dedi. Buni mayli zarariga bersa ham beraman dedilar. Kelgan paytlari 15 ming dollarga qo'yib bering dedilar. Yo'q aka, ketmaydi, sotolmaymiz dedim. Luchi dedim, ketadigan narx qilib qo'yay dedim. Buni odami chiqadi 100% dedim. Masalan, siz ayolingizga yoki yaxshi ko'rgan qizingizga podarka qiling. 20 ming dollar, 25 ming dollarlik mashina podarka qiladi deydi. Haqiqatan ham atmosfera shuni ko'rsatib turibdi-da, Sasayangiz. Alo, ichkari вообще zo'r. Minib ko'rdim, hadovoyda ham, motorda ham, korobkada ham absolyutno ish yo'q. Mashina yurishi ham chista sportka. Voy, narxini qanchaga tushirdi o'ylaysiz? Narxini 11900 dollarga tushirib qo'ydim. Mazza qilmaysizmi? Bunaqa narx faqat Karistovda bo'lasiz. Obuna bo'lib qo'ying. Bunaqangi arzon mashinalar holi ko'p obzor qilamiz. Nomer telefon pastda bo'ladi. Ishoning, narxiga 100% arziydigan mashina aynan shu. Sog' bo'lingizlar do'stlar, yaxshi kunda ko'rishaylik.